kechani to'kaydigani bor ekanu, mandarinligimi? Aha. Adashmasam o'sha mandarinligini birinchi kunda ichirganimni bilaman, qurtlar o'shirib tushganda. Assalomu alaykum. Shahram G'iyosov tomonidan ishlab chiqarilayotgan Vitaway kompleksi farzandlarimizga yaxshi natija ko'rsatayotganidan xabaringiz bor. Keling, hozir mana shu mahsulotdan farzandiga iste'mol qildirgan yurtdoshlarimizdan biriga qo'ng'iroq qilamiz va natijalarini so'raymiz. Assalomu alaykum. Sizni Vitaway markazidan bezovta qilyapmiz. Bizning mahsulotimizdan xarid qilgan ekansiz. Hozirda natijalar qanday? Kechani to'kaydigani bor ekanu, mandarinligimi? Aha. Adashmasam o'sha mandarinligini birinchi kunda ichirganimni bilaman, qurtlar o'shirib tushganda, keyin ikkinchi kundan keyin malla bola qo'l so'rab turgan, bolangizda ahvoli qanaqa, natija bo'ldimi deb so'raganlarga men rahmat aytib chiqqanman. Hammaga tavsiya qilaman. Gap pulida ham emas, boshqada ham emas, men natijasini ko'rdim. Rahmat kattaga, yana Xudo xohlasa taklif qilaman. Mana natijalarni o'zingiz ham eshitdingiz. Agar sizning farzandingizni ham bo'yi o'smayotgan bo'lsa, immuniteti past bo'lsa, xotirasi sust bo'lsa, gijjasi bo'lsa, hoziroq Vitaway kompleksiga buyurtma bering.